Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qətimdə Haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli televizor görgüçlərimiz, bugün aldı bilən diqqətinizdə bulunan xəbərlərimizin qısqaça məzmununu tunuşdurub ötürüz. Bugün xəbərlərimizdə Xitayning boy kömürkan hücumchilarini izləşi 20-ci kuniga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, ta hozirgacha texi biroz tutilgan yo'q. Xitoy charlash doirasini, aqtirish doirasini texinbak kengaytganligi haqidagi xabarimiz. Shundaqla Muhammad Amin Buğra'nın vafatının 50 yıllık münasebeti bilen İstanbul'da xalqaralıq bir ilmi muhakeme yığını ötküzülüp bu yığın Şərq Türkistan vakfı bilen İstanbul Üniversitesi'ndeki Türkiyat Fakültesinde bu yığın ötküzüldü. Bu diqqətinizdə buldu. Şundaqla xəbərimizdə Türkiye yani bu Türk profesör, alim yani Uygurlarga boğan söygüsü, Uygurlarga boğan yıqıllığı bilen tunulgan Türk ximiya alimi Aziz Sancar Nobel ximiya mükafatıga erişti. Bu xabarda iqtisadi buldu. Şundaqla Türkiye'nin Rusya küreşçi aeroplanlarının Türkiye hava sahasına kirganligi ve Türk küreşçi aeroplanlarga mudaxil qilganligi haqidagi bu xabarga Türkiye'nin qaytirgan inkası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tartib inkas qaytirgan bu xabarda iqtisadi buldu. Şundaqla Xitoyning tashqi perevod sapisi o'tgan ayda 43 milyard 300 milyon Amerika dollari tövelliganligi haqidagi xabar. Shundaqla bu va bundan boshqa ko'plagan xabarda qilinadi bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Uyg'urlar non tishlab Xitoy xaritasi yasashga majburlandi. Xitoyning Uyg'urlarni non tishlab Xitoy xaritasi yasash musobaqasiga uyushtirishi kuchli inkas qo'zg'adi. Xitoy kommunist hokimiyati qurilganligining 66 yilligi va atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini tabriklash uchun Kucha noyasida elib berilgan non tishlab Xitoy xaritasi yasash musobaqasi kuchli inkas qo'zg'adi. Bu faoliyat 1-oktyabr Kucha noyasida elib berilgan bo'lib, musobaqaga 60 kishi qatnashtirilgan. Ular belgilangan vaqtda nonni tishlab Xitoy xaritasi yasab chiqishda baslashtirilgan. Bu vaqtdagi xabar Xitoy matbuotlarida e'lon qilingandan keyin tezla ijtimoiy aloqa vositalarida keng tarqaldi va inkas qo'zg'adi. Orqadan bir qism inglizcha matbuotlarmi bu haqda xabar berdi. Kuzatuvchilar Xitoyning Uyg'urlar uchun motam hisoblanadigan bu kundan foydalanib, har xil bema'ni faoliyatlarni elib berish orqali Uyg'urlarning ko'nglini moyil qilishga ham dunyoni aldashga uringanligini, lekin Xitoyning bunday faoliyatlari bilan zulmni, tajovuzchilikni yushira olmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy zulmning bu xil turini ijod qildi. Xitoyning 60 yoshli Uyg'urlarga tug'ilgan kun o'tkazib berishi diqqat tortdi va zulmning yangi bir turini ijod qilganlik deb qaraldi. Xitoy xalq to'rining 1-oktyabr xabar qilishicha 29-sentabr atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini tabriklash uchun Kucha noyasining Kusan madaniyat san'at markazida 60 yoshli 60 nafar kishining tug'ilgan kuni o'tkazilgan. Naq maydon rasmlarida ko'rsatilishicha bu kishilarning taquturiqi va yeshig'i mos kelmagan holda beshig'i kiygizib qo'yilgan seriq dugalak intayin komediyalik manzara hosil qilgan. Uyg'urlarda bo'libmi yashanganlar orasida tug'ilgan kunni bu xil shaklda xotirlaydigan ish yo'q. Yot madaniyatlar ta'sirida yoshlar va bolalar orasida moda bo'lmoqda. Xitoyning atalmish avtonom rayonini xotirlash Uyg'urlarning baxtiyor yashayotganligidek saxta ko'rinish yasash uchun bu xil chakini faoliyatlarni o'tkazishi kuchli diqqat tortdi. Sharq Turkistonning boshqa joylaridami qizil xo'r aytish, qizil filmlarni ko'rishga tashkillash qatorliq mushu xildagi bema'ni faoliyatlar hadab elib berilmoqda. Xitoy ishg'olchilari atalmish avtonom rayon qurilganligining 60 yilligini, mundaqcha aytganda Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, Uyg'urlarni aldash uchun Sharq Turkiston nomini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartganligining 60 yilligini xotirlash uchun Sharq Turkistonning har qaysi joylarida, hatto Xitoy poytaxti Beijingga qadar turli faoliyatlar o'tkazilmoqda. Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin ishg'olni ozodlik nomida atab kelgan Xitoy, Xitoyning diniy, milliy va siyosiy jihatdagi zulmlari sababli yuraklari qon yig'layotgan Uyg'ur xalqini ishg'olini xotirlatkizish uchun Uyg'urlarga mos kelmagan, o'zlari xohlamagan shaklda har xil faoliyatlarni o'tkazishga tashkillab keldi. Xitoyning boydagi ko'mirkan hujumchilarini izlashi 20-kuniga qadam qo'ydi. Hujumchilar yana tepilmadi.
Xitoy Aqsu Bayda yuz bergan ko'mirkonga hujum qilish voqeasidagi hujumchilarni tutish uchun tikuchar aeroplanlar bilan charlash doirasini tog' bag'ridan yayloqlargacha va dala etizlargacha kengaytgan. Aqsu Bayda yuz bergan ko'mirkonga hujum qilish voqeasiga bugun 20 kun bo'ldi. Vaqa yuz bergandan keyin Xitoy qurolli qismlari boshlagan tog' operatsiyasining natijasi va izdilayotgan hujumchilarning oqibati haqida ma'lumot egillash uchun bugun Erkin Osiyo radiosi muxbiri Bayning Terak bozoridagi navbatchi xodimlariga qaytadan telefon qilgan. Bir ko'mirkondagi dori isklati navbatchi xodimining oshkorlashicha, hujumchilar ta bugungacha, ya'ni izdilayotgan 20-kunigacha tutilmagan. Tikuchar aeroplanlar charlash doirasini tog' bag'ridan yayloqlargacha va dala etizlargacha kengaytgan. Xitoy har qaysi yezlardan tog' yo'liga pishiq choruvchilarni to'plab, bu qatimliq harakatga hamkorlik qilgan. Vaqadan keyin ishdan to'xtatilgan kon quduqlarining hech qaysi texi ish boshlamagan. Maktab qo'rosini qo'mondonlik markaziga o'tkazib bergan Terak bozorlik boshlang'ich maktab o'quvchilari o'z maktabiga texi qaytmagan. Bu ahvoldan Baydagi Xitoy ko'chmanlarining navbati teximi vahimaga tushganligi va hayvatlik boshlangan charlash harakatining amdi jiddiy va ansizlik ichida davom qilayotganligi ma'lum. Muhammad Emin Bug'ra vafotining 50-yili munosabati bilan xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Uyg'urlarning atoqliq lideri degan sifatga ega Muhammad Emin Bug'raning vafot bo'lganligining 50-yili munosabati bilan İstanbul Üniversitesi'de xalqaro Muhammad Emin Bug'ra ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Diniy olim, shoir, yozuvchi, tarixshunos, tadqiqotchi, milliy ozodlik harakati yo'lboshchisi, inqilobchi mujohid, mutafakkur siyosiyun, Uyg'urlarning atoqliq lideri degan sifatlarga ega Uyg'ur orasida Muhammad Emin Hazratim degan nom bilan tanilgan Muhammad Emin Bug'raning vafot bo'lganligining 50-yili munosabati bilan İstanbul Üniversitesi Türkologiya instituti bilan Sharq Turkiston vaqfining birlikda uyushtirishida xalqaro Muhammad Emin Bug'ra ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. 7 oktyabr chorshanba kuni İstanbul Üniversitesi qurultay yig'in zalida o'tkazilgan yig'inga Turkiyaning har qaysi universitetlarida o'qituvchilik qilayotgan Uyg'ur doktorlardan professor Olimjon Inoyat, dotsent doktor Erkin Akram, dotsent doktor Erkin Ahmad, doktor Nurahmat Qurbon, Yaponiyadan professor doktor Saiji Nishxara apandi, Azerbayjondan doktor Javid Qasimov, Germaniyadan Erkin Aliptekin, Amerikadan doktor Rishad Abbas, Qirg'iziston Manas universitetidan Jibrail Nargiz qatorliq ko'p sonda tadqiqotchilar, shundaqla İstanbuldagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining rahbarlaridan Abdulhakimxon Maqsumajim, Idoyatulloh O'g'izxon, Abdujalil Turan, Tibet Yuji Turk va İstanbulda yashayotgan Uyg'ur turklari bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi doktor Umar Qul riyosatchilik qildi. Yig'inda oldi bilan İstanbul Üniversitesi Türkologiya institutining mudiri professor doktor Azmi Bilgin apandi, İstanbul vali yordamchisi Murat Yildirim, Sharq Turkiston vaqfining raisi Asar Saka xonim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Aliptekin, İstanbul Üniversitesi o'qituvchisi tarixshunos professor doktor Mahmad Saray apandilar so'z qildi va Muhammad Emin Bug'raning hayot ish izlari to'g'risida to'xtaldi. Yig'inning keyingi qismi 2 bo'limga ayrilgan bo'lib, birinchi bo'limiga professor doktor Abdulqodir Donuk apandi riyosatchilik qildi. Yig'inga Muhammad Ali o'g'li Muhammad Emin Bug'ra asarlarining arxivlashtirilish xizmati degan temada Azerbayjon Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti tadqiqotchisi doktor Javid Qasimov Azerbayjonda Muhammad Emin Bug'raga aloqador elib berilgan xizmatlar degan temada ilmiy maqola taqdim qildi. Tushdan keyingi yig'in tushlik tomoqdan keyin boshlangan bo'lib, yig'inga İstanbul Üniversitesidan dam olishga chiqqan professor doktor Abdulqodir Donuk apandi riyosatchilik qildi. Yig'inda İzmir Aga Üniversitetining o'qituvchisi professor Olimjon Inoyat Muhammad Emin Bug'raning asarlaridagi turk tiliga doir omillar degan temada, Ankara Üniversiteti o'qituvchisi doktor Erkin Ahmad Muhammad Emin Bug'raning adabiy xosligi va asarlarining til alohidliklari degan temada, doktor Umar Qul Hamidulloh Tarimning Turkiston tarixi nomidagi asarda Muhammad Emin Bug'raga bir nazar degan temada, Yaponiyadan kelgan professor doktor Saiji Nishxara apandi Muhammad Emin Bug'raning ozodlik ko'rishi degan temada, Hojattepa Üniversiteti tarix bo'limi o'qituvchisi doktor Erkin Akram 3 apandilar davrida oliy avtonomiya faoliyati degan temada, doktor Abdullah Bakir Muhammad Emin Bug'raning Hindiston va Afg'onistondagi Sharq Turkiston uchun elib borgan kurashlari degan temada, Gumishxona Universitetining o'qituvchisi doktor Nurahmat Qurbon Muhammad Emin Bug'ra harakatining diniy dinamiklari degan temada, Qirg'iziston Manas Universitetining o'qituvchisi Jibrail Nargiz apandi Sharq Turkiston mustaqillik kurashida Muhammad Emin Bug'raning o'rni va ahamiyati degan temada so'z qildi.
Yig'in oxirida yig'inda so'z qilguvchilarga taqdirnoma taqdim qilindi. Oxirida marhum Muhammad Emin Bug'roning Vatan xalqim degan she'rini o'z ovozida anglatish bilan yig'in oxirlashdi. Biz bu yig'in to'g'risida Dünya Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Aliptekin, doktor Erkin Akram apandilar bilan marhum Muhammad Emin Bug'ro to'g'risida suhbat elib bordik. Suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Qurilishga tirishdi hamda bunday qurilish lozim degandek. Erdo'g'an Tokyodagi Türk jamiasini ziyorat qildi. Yaponiyaga rasmiy ziyorat uchun borgan Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ziyaratining tunji kunda Tokyo jamisi va Türk Madaniyat markazi ziyorati bo'ldi. Yaponiyaga rasmiy ziyorat uchun borgan Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ziyaratining tunji kunda Tokyo jamisi va Türk Madaniyat markazida ziyorati bo'ldi. Jami ziyoratida so'z qilgan Erdo'g'an islom chaqiriqining tinchlik ekanligi haqida to'xtalib, dinimizning chaqiriqi hammaga 5 qo'ldek ayon. Butkul insoniyat dunyosi navbatda dahshatli terrorlik voqealarini boshdan kechirmoqda. Ishonamanki, mana shunday xalqliq bir paytda butkul xalqaro jamiyat islom dinining urushlardan tamoman xoli bir dunyo qurishga munosabatli chaqiriqini texmi yaxshi tushunishga boshlaydi dedi. U terrorlik tashkilotlarining islomga ko'langi tushirayotganligini aytdi. Shuning bilan birga yana g'arb dunyosining islomga ko'langi tushiradigan faoliyatlarni elib berayotganligi haqida to'xtalib, g'arb keng ishiltayotgan islomiy terrorlik atalg'usini tilga oldi. Erdo'g'an 2 kunlik ziyarati jarayonida Yaponiya podshohi Akihito va bosh vazir Abe Shinzo bilan ko'rishgan. Bunu reis kendi mi yazmış? Kendini yazdı değil mi? Kendi yazdı. Türk ximiya alimi Nobel mukofotiga erishdi. Uyg'urlarning do'sti bo'lgan Turkiyalik olim Aziz Sanjar Nobel ximiya mukofotiga erishdi. Uyg'urlarning do'sti bo'lgan Turkiyalik olim Aziz Sanjar Nobel ximiya mukofotiga erishdi. 7 oktyabr Shvetsiya Xon jamiyati Fanlar akademiyasi bu yillik Nobel ximiya mukofotiga erishuvchilarning ismlarini e'lon qildi. Turkiyalik olim Aziz Sanjar, Shvetsiyalik tibobat olimi Thomas Lindahl va Amerika olimi Pavel Modrich bu mukofotga erishgan. Ular DNAni asliga keltiradigan hujayra mexanizmi jihatdagi tadqiqoti bilan bu yillik Nobel ximiya mukofotiga erishgan. Egilincha Aziz Sanjar Amerikada yashayotgan Uyg'urlarning barliq ijtimoiy va madaniyat faoliyatlariga, ishg'olchi Xitoy tajovuzchilariga qarshi elib berilgan namoyish va boshqa faoliyatlarga inglizcha Sharq Turkistonga erkinlik deb yozilgan mashhur kiyim bilan qatnashib kelgan. Hozir Amerikaning Shimoliy Karolina universiteti bioximiya va biofizika fakultetida o'qituvchilik qilayotgan professor Sanjar 1946-yili Turkiyaning Mardin viloyati Savur noyasida o'zlari savodsiz bo'lsa-mu ma'rifga ahamiyat beradigan bir oilaning 7-farzandi bo'lib dunyoga kelgan. 1971-yili Istanbul tibbiy universitetini bitirgan. Keyin o'rlab o'qish uchun Amerikaga borgan. Amerika Davlatlik fanlar akademiyasidagi 3 nafar turkning biri bo'lgan. 1997-yildan buyon Shimoliy Karolina universitetida o'qituvchilik qilib kelmoqda. Türk dünyası ortak armiyasi qurildi. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Euro-Asya harbiy holatda qonun ijro qilish tashkiloti TAKM'ning qurilishiga doir xizmatlar ishlanmoqda. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Euro-Asya harbiy holatda qonun ijro qilish tashkiloti TAKM qurilishiga doir xizmatlar ishlanmoqda. Azerbaycan'da rasmiy ziyarati bo'layotgan Türkiye armiyasi bosh shtab boshlig'i general Hulusi Akar Türkiye tillik davlatlar arasında o'rtaq bir armiya qurish haqida to'xtalib, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Euro-Asya harbiy holatda qonun ijro qilish tashkiloti qurish uchun xizmatlarning ishlanayotganligini aytdi. Hulusi Akar Yevropa ve O'rta dengiz jandarmalar ve harbiy holatda qonun ijro qilish organlari ittifoqining a'zoligi jarayonida qo'lga keltirilgan xalqaro tajribalar asosida O'rta Osiyo va Kavkaz davlatlari harbiy holatda qonun ijro qilish organlari orasida ikki taraflik va ko'p taraflik munosabatlarni taraqqiy qildirish maqsadida 2011-yili xalqaro bir tashkilot qurish uchun xizmatlar boshlangan edi. O'rtaq tarix, madaniyat va til kelib chiqishi harbiy jihatda hamkorlikni saqlaydigan bir birlikning qurilishini mumkinchiligiga ega qildi. Bu jihatda 3 davlat orasida Euro-Asiya harbiy holatda qonun ijro qilish tashkiloti qurilishiga doir xizmatlar ishlanayotdi dedi.
Asad hakimiyeti Rusiyanın himayesinde quruqluq hücumu başladı. Asad hakimiyeti çarşamba günü Suriyanın g'arbiy shimolidagi Hama shahrida keng ko'lamlik hücum başladı. Rusiya armiyasi havodan qo'llab berdi. Suriya Kishilik huquq ko'zatish tashkilotining çarşamba kuni oshkorlashicha Hama shahrining shimolida necha oydan buyongi eng keskin jang portlagan. Rusiya armiyasi o'nlagan o'rinni havodan bombardimon qilgan. Rusiya davlat mudofaa ministrining bildirishicha, Rusiya armiyasi tunji qatim Kaspiy dengizidagi aviamatkadan boshqariladigan bomba qo'yib berib, Suriya chegarasi ichidagi nishonlarga zarb bergan. Amerika va boshqa davlatlar Rossiyaning Suriyadagi hukumatga qarshi mo'tadil kuchlarga bombardimon elib berayotganligini aybladi. Rossiya bo'lsa o'zlarining islom davlati qurolli kuchlariga zarb berganligini ta'kidlab keldi. Suriya kishilik huquq ko'zatish tashkilotining mas'uli Abdurahmon Asadning bu hujumi texmo keng ko'lamli hujumning bishorati bo'lishi mumkin deb qaradi. Mo'tadil o'qitichi qurolli tashkilot Erkin Suriya armiyasining harbiy maslahatchisi Abu Said bo'lsa, bu qatimki quruqliq hujumi rasmiy boshlandi. Hech kim bundaq keng ko'lamli hujum bilan bishorat bermaydi dedi. Egilishicha Iran, Livan Shia qurolli kuchlari allaburun Suriyaga kirgan. NATO Rusiyaning Turkiya havo bo'shlig'iga tajovuz qilganligini aybladi. Rossiya Turkiyaning havo bo'shlig'iga tajovuz qilib, Shimoliy Atlantik akti tashkiloti va Turkiyaning noroziligi va kuchlik ayblashiga uchirdi. O'tgan haftadan boshlab Rossiya Suriyada bombardimon qilishni boshladi. Uning Asad hokimiyatiga yordam berishi Turkiyaning kuchlik noroziligiga uchirgan edi. Amlikda Rossiya Turkiyaning havo bo'shlig'iga tajovuz qilib, Shimoliy Atlantik akti tashkiloti NATO va Turkiyaning noroziligi va kuchlik ayblashiga uchirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligining 5-oktyabr oshkorlashicha, Rossiya jang aeroplanlari shanba kuni Turkiyaning havo bo'shlig'iga kirgan va Turkiyaning 2 jang aeroplani tarafidan qo'g'lab chiqarilgan. Turkiya Rossiyaning Anqarada turishliq bosh elchisini chaqirtib, kuchlik noroziligini bildirgan. Turkiya Rossiyaning bu xil tajovuzchilik harakatiga ogohlantirish berdi. Turkiya armiyasi NATOning Amerika armiyasidan keyin turadigan 2-cho'ng doimiy turishliq qismi hisoblandi. NATOning 28 a'zo davlatlarining bosh elchilari dushanba kuni Bryusselda jiddiy yig'in ochgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning bu xil harakati qabul qilinmaydi degan. NATO bayonot e'lon qilib, Rossiyaning mas'uliyatsizligini ayblagan va tezdan tushuncha berishini talab qilgan. Amerika va uning ittifoqdoshlari Rossiyaning tajovuzchilik harakatidan andish qilayotganligini bildirgan. Turkiya Rossiyaga qattiq inkas qaytardi. Türkiye Cumhur Reisi Erdoğan, Rusiyanın Türkiye jang aeroplanlarına müdahale qilganligiga qattiq inkas qaytarib, Rusiyanın hava bo'shliqlarimizga tajovuz qilganligiga sabrimiz toshdi dedi. Türkiye prezidenti Erdoğan, Rusiyanın Türkiye jang aeroplanlarına müdahale qilganligiga qattiq inkas qaytarib, Rusiyanın hava bo'shligimizga tajovuz qilganligiga sabrimiz toshdi dedi. Suriyada Bashar Asad hokimiyatini qo'llab havo hujumi elib berayotgan Rusiya jang aeroplanlari 3-qatim Türk jang aeroplanlariga müdahale qildi. Türkiye armiyasi bosh shtabi 8 F-16 jang aeroplanining Türkiye Suriya chegarasida chorlash elib berayotganda mudohalaga uchraganligini dalilladi. Bosh shtabdan berilgan bayonotda 8 F-16 tiplik jang aeroplani davlat davaligi aniq bo'lmagan MiG-29 tiplik aeroplanining 4 minut 30 sekund mudohalasiga uchragan. Türkiye aeroplanlari yana Suriyaga o'rnashtirilgan uchar bomba sistemasining 4 minut 15 sekundlik mudohalasiga uchragan. 6 oktyabr Bryusselda ziyarati bo'layotgan Turkiya Cumhur Reisi Erdoğan, krizis boshlangandan buyongi eng qattiq ifodasini bildirib, Rossiya va uning sheriki Iran davlat terrorligi elib berayotgan Asadga yordam beryapti dedi. Va Rossiya aeroplanlarining Turkiya havo bo'shlig'iga elib borgan tajovuzchiligiga qarta sabrining toshqanligini bildirdi. Erdoğan yana Kreml sarayini ogohlantirib, Turkiyaga tajovuz qilganlik, NATOga tajovuz qilganlik dedi. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Turkiya muavin bosh ministri Numan Qurtulmush Rossiyanı Türkiye'nin gücünü sınamaslıqqa chaqirib, hech kim Türkiye'nin gücünü sınamasun dedi. Şunun bilan bir vaqtda Rossiya parlamenti Davlat Mudofaa komitetining mas'ul xodimi dushanba kuni Rossiyaning Suriyaga quruqliq qismlari avatishi mumkin ekanligini bildirgan, lekin aniq vaqtni aytmagan. Bu amaldorning aytishicha, Suriyaga avatiladigan fidoilar armiyasi Suriya hukumat armiyasining sepiga qo'shildi ekan. Xitoyning Turkiya bo'g'zidan o'tkazgan aviamatkasi hozir Suriyaga avatildi. Xitoyning ilgari Turkiya bo'g'zidan o'tkazgan aviamatkasini Rossiyaga yordam berish uchun Suriyaga avatganligi ma'lum bo'lmoqda. Asli Sovet ittifoqi tomonidan Ukrainada yasalgan Varyag nomli aviamatkani Xitoy setib olgandan keyin nomini Lyovning aviamatkasiga o'zgartgan edi. Navbatda Xitoyning bu tunji aviamatkasini Suriyada urush qatnashtirish uchun avatganligi
va O'rta dengizga yetib kelganligi Isroiliya, Turkiya qatorliq davlatlarning matbuotlarida xabar qilinmoqda. Xitoyning bu aviamatkasi o'tgan asrning 80-yillari yasalishga boshlagan. Sovet ittifoqining yemirishi bilan yasash to'xtatilgan bo'lib, u vaqtda 68% qurilishi bitgan. Xitoy 1999-yili bu aviamatkani sotib olgan bo'lib, Xitoy bu aviamatkani qimorxona va ko'ngil ochish o'rni qilib ishlatadiganligini bildirib sotib olgan bo'lsa-mu, qo'liga elib bo'lgandan keyin bu so'zdan yenib olgan. Asli Qora dengizda bo'lgan bu aviamatkani Turkiyaning Bosforus va Çanakkale bo'g'izlaridan o'tkazish uchun ikki davlat orasida uzunga suzilgan suhbatlar elib berilgan. Turk matbuotlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Turkiyaga 1 million sayohatchi avatish va'dasini bergan. 2002-yili Xitoyning Dalian portiga yetib borgan va 2005-yili o'zgartib yasalishga boshlagan. 2012-yili ismi Liaoning nomli aviamatkaga o'zgartirilgan. Keyin Xitoy armiyasiga topshirib berilgan. Bu aviamatkaning uzunligi 304,5 metr, kengligi 75 metr bo'lib, J-15 tiplik jang aeroplani, JT-9 tiplik dengiz armiyasi mashq aeroplani va Z-8 tiplik tik uchar qatorliqlarni to'shiy oladiganligi ma'lum. Xitoy dunyo savdo prinsiplarini belgilashga yetakchilik qilish o'rnidan texmo yiroqlashdi. Yangidan imzolangan Tinch okean halqigan sheriklik kelishimi TPP Xitoyga g'oyat zo'r besim elib keldi. 5 yilga suzilgan TPP suhbati natijasida Tinch okean halqigan iqtisodiy sheriklik kelishimi imzolandi. Bu kelishimga Xitoy qatnashmagan bo'lib, Amerika prezidenti Obama Xitoy qatorliq davlatlarning yer shari savdo prinsiplarini belgilashga yo'l qo'ysak bo'lmaydi dedi. Amerika va Osiyo Tinch okean rayonidagi Yaponiya, Avstraliya qatorliq 12 davlat 5-oktyabr TPP kelishimi, ya'ni Tinch okean halqigan strategik iqtisodiy sheriklik kelishimini imzoladi. Lekin bu kelishimga Osiyo Tinch okean rayonidagi eng cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy qatnashmagan bo'lib, bu kelishimning Xitoyga g'oyat zo'r besim elib keldiganligi ilgari surilmoqda. 5 yilga suzilgan TPP suhbatiga qatnashgan Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Meksika, Chili, Vyetnam, Singapur, Bruney, Yangi Zelandiya, Peru va Malayziya qatorliq davlatlarning savdoga mas'ul ministr darajalik rahbarlari 5-oktyabr Amerikaning Atlanta shahrida TPP suhbatini muvaffaqiyatli oxirlashtirganligini e'lon qildi. Navbatda TPP kelishimiga a'zo 12 davlatning iqtisod umumiy miqdori yer shari iqtisod ko'lamining 40%ni egallaydigan bo'lib, yer shari iqtisodiy strategiyasi va rayon siyosatiga ro'shan ta'sir ko'rsatganligi ilgari surildi. Kelishim imzolangandan keyin bayonot e'lon qilgan Obama, bu kelishim orqali Xitoy emas, Amerika yer shari iqtisodiy prinsiplarini belgilaydi. Xitoy qatorliq davlatlarning yer shari iqtisodiy prinsiplarini belgilashiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi dedi. Aqsaray bayonotchisi Josh Earnest seshanba kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida muhit o'lchimi, emgak o'lchimini yuqori ko'tarish va TPP kelishimini ijro qilish o'z ichiga olgan bilim huquqini qo'g'lash qatorliq jihatlarda Xitoyga besim elib kelganligini aytdi. Tahlilchilar TPP kelishimining imzolanishi garchi qisqa muddat ichida Xitoyga ro'shan ta'sir ko'rsatmasa-mu, lekin Xitoyning 21-asrda yer shari savdo prinsiplari va o'lchamlarini tuzish fursatini yo'qotadi deb qarashdi. Amerika dengiz armiya amaldori Xitoyni yana ogohlantirdi. Amerika Tinch okean flotining qo'mondoni Scott Swift Xitoyni Xitoy Janubiy dengizining muqimligiga tahdid solmaslikqa yana bir qitim ogohlantirdi va Washingtonning Osiyo Tinch okean rayonidagi yurish erkinligini jon tikib qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Amerika Tinch okean flotining qo'mondoni Scott Swift Xitoyni Xitoy Janubiy dengizining muqimligiga tahdid solmaslikqa yana bir qitim ogohlantirdi va Washingtonning Osiyo Tinch okean rayonidagi yurish erkinligini jon tikib qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Amerika Tinch okean flotining qo'mondoni Scott Swift Avstraliyaning Sidney shahrida ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida ba'zi davlatlar dengiz tavalligi erkinligini da'talash qilg'ili bo'ladigan narsaga aylantirib, ortiqcha besim va cheklama tushirib, vaziyat muqimligiga tahdid selyotidi dedi. BBC qatorliq matbuotlarning xabar qilishicha, uning bu so'zlari aniqlik Xitoyga qartilgan. U bu yil 7-oyda charlash aeroplaniga o'ltirib, Janubiy Xitoy dengizi havo bo'shlig'idagi 7 soatlik charlashga qatnashgan. Janubiy Xitoy dengizi muhim xalqaro savdo yo'li bo'lib, har yili bu rayondan o'tgan paraxodlarning savdo summasi 5 trillion Amerika dollariga yetadi. Lekin bu rayonda Xitoy va Sharqiy Janubiy Osiyodagi Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlar orasidagi egilik huquq ta'tilishi kuchaymoqda. Xitoyning egilik huquq talash tartishi bo'lgan bu rayondagi kuchlik zamin talabi va keng ko'lamda sun'iy orol yasashi Amerika va atrofdagi qo'shni davlatlarni andishiga solib keldi. Amerika davlat ishlari kotibi John Kerry 70-navbatlik BDT cho'ng yig'ini mazgilda Sharqiy Janubiy Osiyo allar ittifoqi rahbarlari bilan suhbat elib borgan.
va Amerikaning bu davlatlarning Janubiy Xitoy dengizidagi tirishchanligini qo'g'daydiganligini bildirgan. Xitoyning tashqi perevod zapisi o'tgan oyda 43,3 milliard dollar tövəlledi. Xitoy Markaziy bankisining e'lon qilishicha, Xitoyning tashqi perevod zapisi 9-oyda 43 milliard 300 million Amerika dollari tövəllagan. 8-ayning 11-kuni Xitoy yana xalq pulining qimmatini tushirdi. Orqadan tayyorlik fondi nisbatini texama tövəllatdi. Lekin Xitoy iqtisodining zaiflashishi va Amerikaning o'sim o'stirishi bilan mablag'ning Xitoydan sirtqi eqishi andish qilinmoqda. Xitoyning xalq pulini davomli qo'llay olmasligini mo'ljallash qiyin. Tahlilchilar Xitoyning tayyorlik fondini yana tövəllatilganligini mo'ljallamoqda. Germaniya Savdo bankisining Osiyo yuqori darajalik iqtisodshunosi Joe Howning aytishicha, Xitoy tashqi perevod zapisining tövəllashi garchi bozor mo'ljallagandan to'van bo'lsa-mu, lekin yana Xitoy Markaziy bankisining o'tgan oyda davomli bozorga mudohala qilganligini ko'rsatib berdigan. Xitoy pulining kursi tushishi yer shari xarakterlik pul jengi portlash andishisini keltirib chiqarmoqda. Hamda Xitoyning mablag' va eksport asos qilgan iqtisodini ichki ehtiyoj qo'llaydigan iqtisodga aylantirolmasligi kishilarning gumonini qo'zg'amoqda. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda görüşguncha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.